Farg'ona tumanining barcha oilaviy poliklinikalarida aholining keng qatlamini profilaktik ko'rik va skrining tekshiruvlariga jalb etish, yuqumli bo'lmagan ya'ni yurak, qon tomir, qandli diabet, saraton kabi kasalliklar profilaktikasi bo'yicha xabardorligini oshirish maqsadida salomatlik marafoni tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligining 335-sonli buyrug'i chiqqan. Mana shu buyruqqa asosan 8-noyabrdan 30-noyabrgacha bizning viloyatimizda Farg'ona tumanidan boshlandi salomatlik marafonini o'tkazish. Bu 2 jarayonda davom etyapti. Maqsad aholini o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, yuqumsiz bo'lgan kasalliklar oldini olish maqsadida aholini o'zini xabardor qilish, o'zini salomatligiga mas'ulligini chuqur singdirish maqsadida bu tadbirlar davom etyapti. Farg'ona tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli ko'p tarmoqli markaziy poliklinikada tashkil qilingan salomatlik marafoniga respublika ixtisoslashtirilgan markaz filiallarida faoliyat olib boruvchi 25 nafardan ortiq mutaxassislar jalb etildi. Salomatlik nuqtalarida tibbiyot birlashmasi xodimlari tomonidan to'g'ri ovqatlanish bo'yicha 3 rangli qizil, sariq, yashil stollar bo'yicha ham tushuntirish ishlari olib borildi. Shuningdek, marafon doirasida 40 nafardan ortiq xodimlardan iborat volontyorlar jamoasi tashkil etildi. Muassasaga kelgan fuqarolar o'rtasida kasalliklar va ularni kelib chiqish sabablari yuzasidan suhbatlar o'tkazildi. Sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik, shuningdek yuqumli bo'lmagan kasalliklarning oldini olish bo'yicha tushuntirish ishlari yo'lga qo'yildi. Bu hammasini boshida prezidentimiz turibdilar. U kishim shuni uyushtirib, xalqni o'ylaganlari uchun mana biz bepul ko'rikdan o'tib, tibbiy nazoratdan o'tib, sog'ligimni hamma tomonlama holatimni aniqlab ketyapman. 1 yilga yetadi shu. Allohga shukr. Sog'lom turmush tarziga amal qilaman, lekin yoshim hisobiga qisman kasalliklar bor ekan. Aniqlab, tekshirib, yozib berishdi. 10 kundan keyin yana bir nazoratga kelasiz deb aytildi. Tadbir davomida 850 nafardan ortiq fuqarolar tibbiy ko'rik va tegishli instrumental tekshiruvlardan o'tkazildi. Tibbiy ko'rik natijalariga ko'ra 5 nafar bemor tuman shifoxonasiga statsionar sharoitda yotib davolanish uchun tavsiya qilindi. 8 nafar bemorlarga viloyatdagi mavjud ixtisoslashtirilgan markaz filiallariga elektron yo'llanmalar berildi.